Давай, eshikni och deyapman, bilaman. Kompot, san shu yerdasan, eshikni och. Barcha salom obunachilar. Kamerani yo'q oldim birdan. Qaranglar, admin mani uyimni buzib kirmoqchimi, tushunmadim, nimaga meni chaqiryapti. Eshikni och deyapman. Hozir mana chiqyapman, janob admin. Obunachilar juda ham qo'rqib ketyapman. Ishqilib mani ban qilib yubormasa bo'ldi. Lekin men hech qanaqa bunaqa yomon ish qilmaganman. Xo'sh, mayli. Bo'lmasa, asta ochamiz. Assalomu alaykum janob admin. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nimaga och degandan keyin ochmaysan a? Ha? Mana bo'lishni xohlayapsanmi? Ban qilaveraymi? Yo'q, admin janoblar, prosta qo'rqib ketgandim-da. Ha, mayli. Короче, men seni tabriklagani keldim. Qarasam o'zi nima desam bo'ladi, YouTube'da 10 millionta obunachi yig'ibsan. Rahmat. Xursandman tabriklaganingizdan. Endi shu sababdan senga nima desam bo'ladi? Endi aytsammikan, yo'qmikan, bersammikan, yo'qmikan, bilmadim. Endi sen Minecraftda endi bizani server bo'yicha sen eng ko'p obunachi yig'gansan. Katta rahmat. Xo'sh, shunda men hozir nima qilishim kerak? Mendan nima xizmat? Sendan hech qanaqa xizmat yo'q. Prosta seni tabriklagan kelgandim. Qara, men shaxsan o'zim keldim. Quruq kelganim yo'q. Shu bir ikkita narsalar olib kelganman. Bir ikkita narsalar? Ha, arzimagan narsa. Admindan sovg'a, tushunyapsanmi? Endi bilasan, qara, mana bu uying ham sal eskirib qolibdi. Endi bu narsalarni sotib zo'r uy qilishim mumkin. Mana bu binochi qanday? Bu bino nima qilibdi? Bu eskiroq shekilli. Ha, endi nima bo'lganda ham, qisqasi, senga sovg'am bor, kompot. Juda ham zo'r, ajoyib. Ortimdan yur. Xo'sh, mayli, xo'p, qanaqa sovg'a ekansan? Tushunmadim. Mana bu sandiq menga sovg'ami? Bu sandiq ham sovg'a, keyin ichidagi narsalar ham sovg'a. Ko'rasanmi, opitni. Ha, juda ham zo'r, juda ham xursand bo'ldim, lekin katta rahmat lekin sizga. Xo'p, mayli. Davay, yaxshi kunlaringni ishlat, bratishka, ko'rishamiz. Kompot, davay, ichki baba, ko'rishamiz. Davay, bo'ptimi? Xo'p, mayli, bo'pti. Vau, juda ham zo'r, ajoyib chiroyli ekan bu sandiq. Sandiq ichida qanday nimalar bor ekan? Xo'sh, janob admin, ichida nimalar bor? Mana bu opitlar ham senga juda ham zo'r, maza qilib ol. Voy, katta rahmat. Bo'ldi, menga yetadi. Juda ham ko'payib ketdi lekin. Voy, katta rahmat lekin. Ha, mayli. Yana ko'proq ol. 10 millionta bo'lding chunki. Xo'p, mayli. Rahmat. Kutmagandim lekin. Mayli, men yana bir ikkita olgan. Oho, juda ham zo'r, juda ham ko'p opit bo'lib ketdi-ku menga. Ha, bilasan, juda ham qiyin opit yig'ish va mayli, sandiqda ichidagi narsalarni ko'r va mana yana ko'proq opit. Oho, bo'ldi, bular juda ham qimmat turadi, bilasizmi? Ha, bilaman, shu sababdan senga beryapman-da. Mayli. Katta rahmat. Mayli, bo'pti. Xo'p, mayli. Voy, obunachilar. Вообще admin janoblari, qaranglar, menga juda ham zo'r opitlar berdi va menga qanaqadir sandiqdachiga sovg'a tashab ketdi. Men juda ham xursandman obunachilar, chunki obunachilar biz YouTube'da 10 millionta bo'ldik obunachilar. Bilmadim obunachilar, bilmadim-u, lekin obunachilar mana shu sandiqda ichidagi narsa juda ham zo'r qiziqarli deb o'ylayapman obunachilar. Mayli. Lekin videorolik boshlanishidan oldin bitta like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin obunachilar. Chunki obunachilar bizda tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Ha, obunachilar, men tarjima qilyapman bu videoni, lekin obunachilar endi bilasizlar. Endi-da, okey. Xo'p, mayli, mavzudan chetlashmagan holda biz hozir mana bu sandiqda ichida xo'sh, nima bor ekan, juda ham qiziqyapman va obunachilar. Juda ham zo'r, ajoyib qiziqarli narsalar bor deb o'ylayapman obunachilar. Qaranglar, har xilcha narsalar va zumradlar bormi, tushunmadim. Yo'q, zumrad emas-u, lekin opitlar bor ekan obunachilar. Misol uchun, qanaqa? Mayli obunachilar, hozir bularni barchasini ko'rib chiqamiz, lekin bundan oldin hozir biz kirkani olganimiz yaxshi deb o'ylayman obunachilar. Eshik normalniy menimcha. Mayli, kirkani olamiz-da obunachilar. Hozir biz opitni nima deyiladi ya, obunachilar, buni nimaligini bilmaydim-u, obunachilar o'zbekchaligini. Obunachilar, qaranglar, hozir buni buzib ko'rsataman. Okey. Hoppa, qaranglar, bitta buzamiz opit keladi. Ajoyib. Yana bitta buzamiz opit keladi. Yana bitta buzamiz opit. Obunachilar, men qaranglar, opitlarni ko'payib ketganini. Admin o'zi berganda 21 urovень bo'lgandayman. Hozir qaranglar, biz o'zi 62 urovень bo'lib ketdi. What the f? Obunachilar, juda ham zo'r, ajoyib, menga juda ham yoqmoqda, men qaranglar. Menimcha biz hozir 80 urovень bo'lib ketsa kerak, yana ham bilmadim obunachilar. 80 darajaga yetsa kerak, to'g'ri. Yo'q, yetmadi-ku. Mayli obunachilar. Yana 4 daraja yetmay qoldi, mayli. Xo'sh, bu yana nima bo'ldi? Qanaqadir stalkermi nima? Wow, obunachilar. Bu yana nima bo'ldi? Bu qanaqadir oddiy narsa ekanmi? Tushunmadim, qanaqadir. Obunachilar, bu menimcha 8 oyoqda bir o'lgan variant bo'lsa kerak, nogiron variant bo'lsa kerak, yana ham bilmadim obunachilar. Lekin nima bo'lganda ham juda ham zo'r, ajoyib. Menga yoqmoqda menimcha. Bilmadim, bu oddiygina narsa bo'lsa kerak. O'ldirib qo'ydik. Umuman foydasiz narsa ekan, lekin
yoki uni saqlash kerakmidi? Bilmadim obunachilar, agarda obunachilar ovozim uzoqlashib ketib yoki pasayib bo'ladigan bo'lsa obunachilar uzr so'raymiz. Okay, xo'sh, bu yana nima bo'ldi ekan? Bu qanaqadir bu yashil lampochkami? Obunachilar, bilmadim, bu glowstone yorqin nima desam bo'ladi, tosh deyiladimi? Bilmadim. Bu lekin juda ham zo'r, ajoyib. Menga yoqdi, menga yoqdi. Buni mana bu yerga qo'yib qo'ysaychi. Bilmadim, xalaqit beryapti-yu, bilmadim. Mayli. Bulardan boshqa dekoratsiyaga ishlatib ko'ramiz obunachilar. Okay, xo'sh. Bu yerlarda nimalar bor ekan? Bularni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bular menimcha kerak o'zimiz olamiz. Okay. Xo'sh, bu wow. Bu optik bo'lsa kerak hozir. Foto 105 daraja. Obunachilar. Boya biz 76 daraja edik. Wow. Ey, вообще hayronman obunachilar, bu qanday qilib 136 daraja. Obunachilar, bilmadim, juda ham zo'r, ajoyib, darajamiz juda ham oshib ketdi, bilmadim obunachilar. Xo'sh, mayli, bu-chi. Bu yerda ham bor ekan obunachilar daraja. Butilkasi deyilardimi? Bilmadim, daraja damlamasi deylik, mayli obunachilar, men qaranglar. Obunachilar, qani? 137. Obunachilar, bu kamroq berar ekan, lekin juda ham zo'r obunachilar, menga yoqdi. Yaxshi. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda nima? Mashina delisasidan opta deyapti. Bu daraja chiqaradigan, yaratadigan mashina bo'lsa kerak. Ajoyib obunachilar, bilmadim, gap bo'lishi mumkin emas. Bu menimcha bunga yana nimadirlar qo'yish kerak shekilli, bilmadim. Bilmadim. Men bunaqa texnikalarga uncha juda ham zo'r, ajoyib emasman obunachilar. Xo'sh, bu yerda yana nima bor ekan? Obunachilar. Bu yerda obunachilar, короче, buni qaranglar, mana bu olib ketyapti mana. Darajalarni olib keladi bu. Darajalarni qayta ishlaydimi yoki ko'paytiradimi obunachilar, bilmadim-u. Ajoyib obunachilar, juda ham zo'r, men qaranglar, darajalar shuni chop kelaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Menga juda ham yoqdi, juda ham zo'r, ajoyib narsa ekan. Adminga gap bo'lishi mumkin emas. Admindan bunaqa juda ham zo'r, ajoyib ishlarni kutmagandim. Okay. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Bu yerda nima, traktorda hech ko'rmagan ekanim obunachilar. Bu qanaqadir yashil traktor ekan. Qayda bo'larmikan? Qayda bo'lmayapti chota, bilmadim, yana ham yoki o'zi shunaqami ekan traktorda. Okay, xo'sh, mayli, bo'lmasa, hop, e'tibor beramiz obunachilar, bunaqa shunaqa nosozliklar bo'lib turadi. Obunachilar, men qaranglar, bu yerda kristalniya papochka. Nimada yozilgan? Kistchka bo'lishi kerak yoki obunachilar, bilmadim. Bu obunachilar, men qaranglar. Optik qaranglar, juda ham zo'r. Kichkinagina optikchani qaranglar. Ajoyib, kichkinagina optik qaranglar. Zumradmi yoki optik bo'lsa kerak obunachilar, gap bo'lishi mumkin emas obunachilar, menga juda ham yoqdi bu. Buni buzib bo'larmikan? Buzib bo'lar ekan. Qayergadir ketib qolishi kerak. Yo'q, mana bu yerda ekan obunachilar. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yana obunachilar, qaranglar. Mana invertorimga qaranglar, qanaqadir optni kristal berdi menga. Juda ham zo'r obunachilar, optni kristallar nimalar yasa bo'lar ekan, bilmadim-u. Xo'sh, mayli, bu yana nima bo'lar? Nima ekan? Bu ham shunaqa bo'lsa kerak. Obunachilar, men qarang. Blokli darajalar beryapti obunachilar, men qaranglar. Вообще bo'lishi mumkin emas obunachilar. Kutmagandim bunaqa katta, juda ham ko'p blokli darajalar beradi deb o'ylamagandim, men qaranglar. Darajalardan qaranglar. Ajoyib obunachilar, bu mana ajoyib, bu darajalarni nima desa bo'ladi? Bu daraja deyilarmidi o'zbekchada, bilmadim, bu mayli, lekin juda ham zo'r, ajoyib. Xo'sh, bu yerda yana nima ekan? Bu qanaqadir yerda nimadir qiladimi bu obunachilar, bilmadim. Bu yerda yana narsa bo'lsa kerak. Obunachilar, men qaranglar, bu yerda geomansiya degan effekt berayotgan ekan. Bilmadim, bu qanaqa effekt obunachilar, qanaqadir foydali ish beradimi yoki bu nimadir beradimi? Menimcha oddiygina hech qanaqa effekt yo'q. Okay. Xo'sh, bu yana nima bo'ldi ekan? Bu obunachilar, bu optni bo'ldi. Nima edi, mana darajali blok bo'lib qoldi yana. Ajoyib. Bu yana kraska qilsak bo'larmikan? Bilmadim, yana kraska qilib bo'lmaydimi yoki bilmadim obunachilar. Lekin mayli. Kravat obunachilar, kravatni ko'rish kerak va to'xtaylik. Qo'yaylik, qaytarib. Ajoyib. Kravat qaranglar, juda ham zo'r. Bu ham darajali kravat bo'lsa kerak, bilmadim-u. Admin lekin juda ham zo'r, ajoyib sovg'alar beribdi menga. Menga juda ham yoqdi. Men boshida o'ylagandim-ki, obunachilar mana admin ban qiladi deb o'ylagandim, lekin yo'q.
Xo'sh, mayli, bo'lmasa qo'shnimning uyiga kiraylik-da, obunachilar. Hozir biza darajalarimizni ko'raylik, obunachilar. Qaranglar. Obunachilar, bizaga lazurit kerak ekan. Mayli, to'xtanglar. Hozir lazurit olib kelamiz, obunachilar. Mana olib kelyapmiz. Va hozir obunachilar buni kuchaytirib ko'ramiz o'zimizning kirkamizni. Oba, qani 3-daraja qilamiz. Opa, ajoyib. Yana darajani ko'paytirsa bo'ladimi? Yo'q, ko'paytirib bo'lmaydi-ku. Mayli. Nima bo'lganda ham obunachilar juda ham zo'r, ajoyib bo'ldi deb o'ylayman. Bilmadim obunachilar, yaxshigina tez buzyapti. Oddiygina kirkadan ko'ra yaxshiroq buzyapti obunachilar, menga yoqdi. Obunachilar, videoroligimiz sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Aytgancha obunachilar o'sha gap admin bizga juda ham zo'r ajoyib sovg'alar berdimi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiringlar, to'g'ri. Mayli obunachilar, bugun sal bilan meni kompot bo'ldim. Xayr, ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.